Assalomu alaykum, Ibrat aziz jamoasining muhtaram muxlislari. To'yga to'yona bilan kel deganda, ertaga Otabek baliq markazining ochilish marosimi bo'ladi. 17:00 da. Siz aziz muxlislarni va andijonliklarni kutib boramiz. Hozir ichkaridagi atmosferani bir ko'rib baho berasizlar. Ketdik. Azizlar, ma'lum bir sabablarga ko'ra ochilish marosimimiz ozgina cho'zilib qoldi. Ertaga katta shou bilan Otabek baliq markazini ochilish marosimida hammalarni kutib olamiz. Eslatib o'taman, 17:00 da butun Ibrat aziz jamoasi, siz aziz andijonlik